Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi podkastimizni boshlaymiz. Bu safargi podkastimiz oldingilariga nisbatan boshqacharoq, haqiqiy real nima deydi, keyslardan olib, real shaxslarni olib keldik. O'ylaymanki, bu suhbatimiz yana ham qiziqarli va kimgadir manfaatli bo'ladi degan umiddaman. O'zi nima haqida gaplashamiz? Bizmi bugun startaplar haqida gaplashamiz. Startap va uni shu nima deydi, ya'ni ideyadan boshlab uni startap va haqiqiy produkt holatiga nima deydi, yetkazish haqida. Asosiysi mullajiring, pul haqida gaplashamiz. Startapga pul olib kelish. Bu haqda gaplashishimizning asosiy sabab ko'pchiligimizda ideyalar ko'p doim, lekin ideyani to'g'riligi yoki bo'lmasam o'zi kerakligi, qanday qilib unga moliya, qanday qilib uni produkt sifatida olib kirish, bozorga olib kirish, undan qandaydir pul qilish yoki bo'lmasam investorlar jalb qilish haqida gaplashamiz. Shuning uchun bugungi podkastimizda O'zbekistonda juda mashhur bo'lgan Aloqa Ventures Venture Capital kompaniyasida project manager bo'lib ishlovchi Xurshidbek Tursunov bilan bugungi podkastimizda olib boramiz. Bugungi mehmonimiz Xurshidbek Tursunov. Iltimos, o'zingizni tanishtira olasizmi, Xurshidbek? Ismim Xurshid Tursunov, Aloqa Ventures Venture fondida 2023-yildan beri ishlab kelyapman. Hozirgacha bilsanglar, Aloqa Venture shu O'zbekistondagi eng aktiv, portfel bo'yicha ham, investitsiyalar miqdori bo'yicha ham eng aktiv fond hisoblanadi. Hozirgi kunda shu O'zbekistonda startap ekotizimini qurish va uni rivojlantirish bo'yicha aktiv ishlarni olib boryapmiz. Rahmat. Student sifatida va ishchi sifatida biz nima deydi, ideyalarni olib keldikda, nima qanchadir darajada bajardikda. Endi keyingi etapga o'tadigan, ya'ni o'sha nima deydi, pullaydigan etapga ham o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Doim bo'ladigan savol, men o'zi ilgari kompaniyada ishlaganimda venture capital bilan ishlamaganman, angel investorlar bilan ishlaganman. U oddiy qanaqadir networking bo'ladi, pul tashlaydi, lekin o'zi venture capital nimaligi haqida uncha ma'lumot yo'q ekan. Iltimos, Xurshidbek, ma'lumot bera olasizmi shu haqda? Bilan ishlagan bo'lsangiz, investor bilan ishlashni Voy, bolalar, uzr. Haqiqatan, formalniy bo'lib ketyapti. Biz begona emasmiz-da, to'g'rimi? Siz beylar qolib kelib qo'yapsizmi? Shunaqa qoldi. nafas olinglar, Davay. Davay, Sen ham Venture capital haqida ozgina ma'lumot berchi, ukajonim. Endi Venture capital shu angel investorni jo'stkirog'i, puli ko'prog'i va bitta so'z bilan aytganda seni doim push qilib turadigan, nimaga bu ishingni qilmayapsan, nimaga produkting launch bo'lmadi, nimaga MRRing o'smayapti. Bu MRR o'sha oylik revenue, recurring revenue. Nimaga MRRing o'smayapti deb turadigan odam. Endi uni foyda taraflari nimada? Misol uchun angel investor senga pul beradi-ku, uni senga startapga yordam beradigan nima deydi, limiti bo'ladi-da. Misol uchun sen marketplace qilyapsan, pulni deylik do'koni bor angeldan oladigan bo'lsang, qaysidir ma'noda senga yordam berish mumkin. Lekin sen pulni ishlab chiqaruvchi yoki вообще marketplace'ga yaqin bo'lmagan odamdan olsang, senga faqat pul beradi, xolos. Boshqa hech qanaqa qiymat bermaydi. Endi venture capitaldan oladigan bo'lsang, xuddi shu senga pul berdi. Pul bergandan keyin sen qanaqa sohadan bo'lishingdan qat'iy nazar o'zini qo'lidan kelsa o'zi, endi bu o'zi deganda, misol venture capitalda jamoa bo'ladi va undan tashqari advisorlar, mentorlar bo'ladi. Sendan уже dolyani olib, senga pul bergandan keyin podключаться qilishni boshlaydi. Bu degani nima? Sen deylik MVP darajasidasan, hali MVP endi chiqyaptimi? O'zini tech advisorlarni olib keladi. Mana uni ol, ko'r, pulni tech stackini ko'rib chiq. Nima kam bo'lsa qildir. Unga venture capital o'zi pul to'laydi yoki o'zlari kelishadi. Endi keyingi etap, sen MVPni уже chiqarding, sotuv qilishing kerak. Sales bilan marketingni olib kelib podключка beradi. Undan tashqari sen polniy strukturani tuzatgan vaqtingda yuristlar beradi. O'shanaqa qilib etap ketadi. Keyin masalan eng katta venture capitalistlar beradigan value bu networking. Misol uchun sen deylik o'zing qaysidir darajagacha ishlaringni hal qila olyapsan, undan uyog'iga kuching yetmayapti, angelingdan kuch yetmayapti. Venture capitallar misol uchun region bo'lib ishlaydi. Misol uchun bizda ham Central Asian regionda
hamma venture capital fondlar bir-biri bilan aloqada bo'ladi. Undan tashqari ular boshqa regionlarda ham networkingga bor. Shunda sen agar deylik chet elga global bozorga chiqaman desang, venture capital bir deganda senga o'sha yoqdan soft landing uchun partner yoki boshqa investor topib beradi. Aytaylik, bu nima deydi, sherni protsentiga qaraydimi? Yordamimi? Yo'q. Masalan, bizni portfelda $20,000 pul bergan startapimiz ham bor, $500,000 bergan pul startapimiz ham bor. Biz nabarot $20,000 bergan startapimizga ko'proq yordam beramiz, chunki u opit kamroq. Unga ko'proq yordam kerak. Bu yoqda 500 ming olgan, o'zi qanchadir yo'lda bosib o'tib qo'ygan. Unga bu kichkina chek olgandan ko'ra, MVPdagidan ko'ra kamroq yordam kerak. Shuning uchun asli umuman qizig'i yo'q. Haligi senga 1% kirganmi, 5% kirganmi, 10 ming so'm berganmi, 1 million so'm berganmi, farqi yo'q. Kimga yordam kerak bo'lsa shunga beriladi. Men misol hozirgacha, endi hozir bundan oldin aytganimdek, biz dasturchi sifatida misol qanday dastur yaratgan bo'lsak ham, mana shu nima deydi, shunchaki qiziqish bilanda. Endi menda marketing bo'yicha yoki biznesni boshqaruvi bo'yicha hech qanday tajriba yo'q. Tajriba ozgina, kichkina, ko'p emasda. Endi mahsulotni biz nima deydi, chiqarib beraveramiz, lekin undan keyingi stepga kelganda to'xtab qolinyapti mana shu joyda. To'xtab qolinadi. O'zi asli ideal worldda nima qilinadi? Sen qanaqadir ideyang topsang, sen o'zingga co-founder qidirishing kerak. Co-founder 3 ta programmist yoki 3 ta sotuvchi yoki 3 ta marketolog bo'lmaydi. Bitta sotuvchi, bitta hustler bo'lish kerak, o'sha sotadigan, bitta developer bo'lish kerak, bitta kompaniyani boshqaradigan odam bo'lish kerak-da. O'zi idealni dunyoda. Lekin endi hozir misol uchun bizda O'zbekistonda ham endi startap yangi rivojlanayotgani uchun yo unisi yo'q, yo bunisi yo'q. Ikkitadan bittasi, uchtadan bittasi yo'q. Endi seni holatingda ko'pchilik nima qiladi? Akseleratsiya yoki inkubatsiyaga qatnashadi. O'sha yerda topib olish mumkin. Yoki community'lar bor. Masalan, startup studio, venture studio deymiz. Ko'pchilikda zo'r ideya borda, ideya bo'yicha qolib ketyaptimi? O'sha studiyalarga boradi, yerda o'tiradi. U studiyalarda o'zi aslida core functionality birinchi o'rinda founder matching qilish kerak. Keyin senga MVP chiqarib, uni sotuvga chiqarguncha yoki birinchi investitsiyangni olguningcha yordam berish kerak. O'shaning uchun birinchi o'rinda nima qilishing mumkin? O'sha akseleratsiya yoki inkubatsiyaga qatnashish yoki birorta studiyaga kirib turib, o'sha yerdan sen birinchi so'raydigan narsang, menga yaxshi co-founder kerak deyishing kerak. Bo'lmasa investitsiya olish qiyin bo'ladi. Ha, endi o'zi shu narsa haqida so'ramoqchi edim. VC'ni o'zi bitta platforma bo'lsa, uning ichida o'sha bitta VC fund, o'sha platformaning ichida inkubatorlari ham bo'ladimi o'zini? Masalan, bizda ideya bor, deylik, tasavvur qilaylik. O'sha ideyadan boshlab ideyamiz bor bo'lsagina shunday VCga borib, masalan, kim bilandir aloqa qilib turib, networking qilib, o'sha communityga kirsak bo'ladimi yoki qanaqadir bir stagega o'tgan bo'lish kerakmi? Rivojlangan VC ekosistemalarda bu narsa ko'p ajralgan. VCni o'zini inkubatori bo'lmaydi, lekin inkubatorlarda akseleratsiyalarning o'zini VC'si bo'lishi mumkin. Bunda misol uchun deylik, o'sha Y Combinator yoki Plug and Play, 500 bor, Techstars bor. Любой bittasiga sen ideyang bilan, ideyani ham sanda viable narsa bo'lishi kerak. Hammani qabul qilavermaydi-ku. Viable ideyang bo'lsa, borsang, o'sha yerda ular senga o'sha qanday qilib struktura qilish, qanday qilib uni ishga tushirish, boshqa balobatlar hammasini o'rgatadi. Kerak bo'lsa, co-founder topishga ham yordam beradi. Biz O'zbekistonda hozir nima? Biz O'zbekistonda birinchi VC'lar paydo bo'ldi. Hozir inkubatsiya, akseleratsiya studiyalar paydo bo'ldi. Masalan, Avoka Ventures o'zini startup garaj bor, bizda o'sha venture studiya. Yoshlar Ventures 3 kombinator deb shu akseleratsiya programma qildi. Biz o'zimiz ham birinchi tashkil topganimizda 2022-2023-yillarda 2 marta akseleratsiya o'tkazganmiz. Keyin IT Park bilan Plug and Play olib kelganmiz O'zbekistonga. Plug and Play ham hozir 5-batchda ko'p yaxshi startaplar kirib, bitta aylanib, manaqa krugdan o'tib investitsiya olganlar ham bor,
katta bozorlarga chiqqanlari ham bor. O'shaning uchun sen kirmoqchi bo'lsang, просто research qil, nima bor. Seni o'zingga to'g'ri keladigan. Misol uchun bir xil akseleratsiya inkubatsiyalar sektor spesifik ham bo'ladi. Misol uchun sen deylik o'sha boya aytganda marketplace qilayotgan bo'lsang, u AI bilan fintechga ixtisoslashgan bo'lishi mumkin yoki medtechga ixtisoslashgan bo'lishi mumkin. Hatto communityga kirish unaqa qiyin emas. LinkedIn deb uzun postlarga kirib ketaveradi. Demak, asosan shu odamlarni ichiga qo'shilish kerak ekanda. Qo'shilish kerak. Qo'shilmasang bo'lmaydi. Pul olish ham xuddi shunday. Ya'ni o'zing qidirib borasan-da. Shunaqa. Ya'ni kelmaydi. Ana investment olayotgan bosqichda sen o'zing misol uchun round deymiz-ku, birinchi round pre-seed, seed, series A, series B deb roundlar ketadi-da. Har bitta raunddan raundga o'tganingda raund ochganingda qanchadir muddat qo'yasan, 1 oy, 3 oy, 5 oy qilib, o'sha vaqtda maksimum pul berish mumkin bo'lgan odamlar bilan gaplashishing kerak-da. Xo'sh, bizda ideya bor deylik yoki MVP ham bor deylik. Endi masalan qachon pul olishimiz mumkin yoki bo'lmasam qachon bitta pulda emas, u aytganimizdek platforma-yu, polni o'sha ekosistemaga kirishimiz mumkin qachonki VC-larga yoqsa, to'g'rimi? O'sha platformani o'sha egalariga yoqsa, qanchadir pul beradi, support qiladi, to'g'rimi? Endi savol. Nima deganingda VC ni o'zini ichki ekosistemasi deyapsanmi? VC ni ekosistema aytyapman. Masalan, sizlar pul berasizlar-da, portfolioga qo'shasizlar, keyin uni ichidagi nima kerak bo'lsa support qilamiz deyapsizlar. Masalan, tech advisorlar bor, yana masalan legal advisorlar bor, masalan business advisorlar bor, to'g'rimi? Sales advisorlar bor deyapsan, to'g'rimi? O'sha ekosistemadan foydalanish uchun baribir pul bergan bo'lish kerak, portfolioga kirish kerak, to'g'rimi? Portfolioga kirishni o'zi ham competition, qanaqadir musobaqa, to'g'rimi? Katta musobaqa, to'g'rimi? Xuddi haligi katta musobaqada. Chunki o'zi VC ga kirdi degani qancha resurslardan foydalanish mumkin degan ekanda. Endi VC lar o'zi nima qidiradi? Masalan, sen VC tomonda turib bizga o'zi mana shunaqa timlar mana shunaqa narsa kerak, mana shunaqa bo'lsa bizga yoqadi degan narsa bo'lishi kerak. Mumkinmi? Masalan, LinkedInda ham job posting bo'lsa bizga mana shunaqa narsalar kerak bo'ladi deb yozib qo'yadi. Xuddi shunaqa bir dehqonchasiga tushuntirsa bo'ladimi? VC ga birinchi o'rinda menimcha aqlli deydi ko'pchilik, lekin shustri odam kerak. Chunki bu startap qurish faqat aqling o'zi bilan yoki nima bilan bo'lib qolmaydi. Aqlli shustri odam bo'lsa faqat ideal bo'ladi. Chunki startap sotish kerak. Nimani sotish kerak? Ko'p mana meni o'zim bir ikkita portfelimda startaplar bor. Bizda endi project managerda o'zining shaxsiy portfeli ham bo'ladi-da. Produktni hali tayyor bo'lmasdan, hali bozorga olib chiqmasdan sotib ulgurganlar. Yo'q narsani sotganlar bor. Mana shu eng zo'r bo'ladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda menimcha, men shaxsiy o'zimning fikrim, shustri odamni qidiriladi. Endi u shustriligini sen bilganingdan keyin bundoq kallashni boshlaysan. Qani buni kallasida nima bor ekan? Bu shustrilik, mayli, shustri qilib qanaqadir eshiklarni ochib olasan, kirgandan keyin sen uje deliver ham qilishing kerak-da. O'sha joyda keyin u sohani liba yo tushunish kerak yoki tushunadigan sherigi bo'lish kerak. Boya hustler degani shu anaqa, shustri. Haligi bola, shustri. Haligi nima deydi? Aytadi-ku, sen bitta projekt qilyapsanmi? Uni yonida bitta resursi bor yoki resurslar bilan aloqasi bo'lgan odaming bo'lishi kerak degandayda. Sen o'sha nima deydi, dasturdimi yo produktni yasaysanda, lekin yoningdagi o'sha nima deydi, resurslar bilan aloqasi bo'lgan odam, xuddi buni tillarda aytaylik, til o'rganishda aytaylik, oddiy. Xo'p, misol uchun sen bitta dastur yaratadigan bo'lsang, lekin seni tanishlaring bor. U tanishda nimasi bor? O'quvchilari bor. O'sha dasturni kimga o'tkazasan? O'quvchilarga o'tkazasan. Menimcha xuddi mana shunday narsani aytayapti. Yo'q, bu sal noto'g'ri bo'lib qoladi, chunki eng katta kompaniyalar dunyodagi hammasi ham emas. Bir xillari вообще yo'q sohani kashf qilib chiqqanda, ularda u narsaga resurs bo'lmagan. Nimaga? Chunki u sohani o'zi yo'q bo'lganda. Endi bitta qanaqa ko'rsa bo'ladi? O'sha startap qilinayotgan sohani tushunadigan odam bo'lish kerak. Masalan, bizga kelganda qanaqa so'raymiz? Men misol uchun deylik, kimdir medtech startap bilan keldi, medtech startap bilan gaplashyapsanda, founder bilan
rosa texnik tarafini, uni nima deydi, featurelarni gapirib beryapti. Shunday, to'xtang aka yoki to'xtang opa. O'zingiz kimsiz desang, men programmistman deydi. Sherigingiz kim desa, sherigim biznesmen deydi. Qani doktor desak, doktor yo'q deydi. Уже bu red flagda. Yes. Nimaga? Chunki bu yoqda sen funksionalitetini zo'r qilib qo'yishing mumkin, lekin baribir seni programmangni asosiy maqsadi bu meditsinskiy qanaqadir featurelarni berish. Buni masalan ko'pchilik startapchilar bitta narsada xato qilib qo'yadi. Klient mana bunaqa xohlayapti, klient bunaqa xohlayapti deydi, lekin bundoq ko'tarib qarasang, u klient emas, o'zi o'sha narsani xohlayotgan bo'ladi. Chunki o'zida o'sha inconvenience qachondir bo'lgan. Shuni hisobiga ha deydi, hammaga kerak shu deydi, tars qiladi, qanchadir ketkazadi, qanchadir vaqt ketkazadi. Shunday bozorga olib chiqdi, bitta biggest flop bo'ladi-da, уже keyin deydi, men zo'r narsa qilgandim, просто VC pul bermadi yoki hech kim ishonmadi deydi. Yo'q, sen o'zing xohlagan narsangni startap qilib chiqaryapsan. Endi Yani buni ham qilish mumkin. Qachon? Yaxshilab research qilib ko'rish kerak. Misol uchun, masalan, senga Sirojning senga shashlik yoqsa, Dimuhammadga yoqmasa, sen bugun o'zingga shashligimiz deb shashlik olib kelavermaysan-ku. Shashlik yeysanmi, pitsa yeysanmi? Xuddi o'shanaqada hech yo'q research qilib ko'rish kerak. O'sha narsaga ko'p e'tibor beriladi. ya'ni xuddi men aytganim, sen aytyapsanki, bitta produktni olib keldingmi, ya'ni buni qayergadir kimgadir o'tkazadigan resursing bo'lish kerak. Da, hozir sen aytganda med bo'ladigan bo'lsa, meditsinaga. Endi o'sha narsani ishlatadigan, aytaylik, doktorxonalar bo'lish kerak-da buni narsasida. Yo'q, uni aytmayapti-yu. Yo'q, Masalan, u masala. yangi bitta field yaratganlar ham bor, umuman resurs ham bo'lmasdan. Shu usturi bo'lish kerak deyapti. Qisqasi, Ha. Shuni o'tkaza oladeganda, to'g'ri? o'sha Birinchisi shu turi bo'lish kerak. Ikkinchisi sohani egasi bo'lish kerak. Odam, komandada kimdir. O'shanda mana sen sohani egasi produkt yasab beradi, mana AirPod buni studentlar ishlatadi desa, sen sheriging student yoki o'qituvchi bo'lish shart emas-ku. Sheriging shu sturi bo'lsa, shart bitta universitetga borib, mana AirPod chiqibdi. Mana shuni, короче, do'konga borsang 100 mingdan olsa, mana men 70 mingdan beryapman deb sota oladi-da. Xuddi doktor holatida ham shunday-da, masalan, medtech holatida. Doktor shu medical sohadagi odam bilan birga yasasa, hustler borib turib uni sotib kelaveradi. Unga sen nima sotayotganini tushuntirib bersang bo'ldi, o'zi borib. Ya'ni client topa oladi degan. Client topib shu produktni, ya'ni shu produktni yetkazib olasan, o'tkaza oladigan odam bo'lish kerak-da bir kishi. Endi haqiqatan hozir bundan oldin ozgina aytdim, biz ozgina haligi nima deydi? O'zimiz oxirigacha borishga harakat qilamiz-da. Men misol uchun yaxshi dasturchimiz-u deb o'ylayman-ku, lekin mana shuni oxirigacha, ya'ni dastur tomonidan ham o'zim qilaman, biznes tomonidan ham o'zim qilaman, shuncha yaxshi marketing tomonidan, yaxshi co-founder bo'lish kerak deyapti. marketing tomonidan ham o'zim qilaman deydi, misol ko'pchilik boshlanishda. Chunki lekin ozgina qizg'anish bo'ladi baribir. O'shanda ko'p startaplar fail bo'ladi. Venturelar uchun ham solo founder qanchadir darajada red flag. Chunki ras fokus bo'lib ketadi, sen fokusing buzilib ketadi. Mana sen Dimuhammad zo'r programmist, Sirojning sen zo'r sotuvchisan, ikkalang o'zingni alohida startapingni qilayotgan bo'lsang, masalan, Dimuhammad ham marketingga, ham techga, ham bu yoqda salesga fokus qaratsa, tech o'ladi. Sen bu yoqda ham techga, ham marketingga, ham salesga qaratsang, sales o'ladi. O'shaning uchun ikkalangni debsang, bitta qilsang, bu faqat techga anaqa fokus qaratadi, sen bu yoqda faqat salesga fokus qaratasan. O'shanda sal nimadir narsa chiqadi. Zo'r gap. Tanam qizyapti meni. Bor haligi bo'lyapti. O'zimda bitta narsani hozir mana shu joyda his qilyapman-da. Endi misol kecha ham gap bo'ldi-yu, haligi birlashtirish to'g'risida. Shu narsa hozir shu kelyapti, meni miyamga uryapti shu narsa. Balkim yaxshi narsalar bo'lib ketishi mumkin. Gap. O'sha yaxshi bitta sherik topish kerak. Mana Apple'da ham Wozniak orqasini qilgan, Jobs sotgan. Boshqa ko'p kompaniyalarda ham xuddi shunday-da. Demak, mana shu joyda bitta narsa kelyaptiki, startap qilinayotganda o'sha qilayotgan odam hamma narsadan zo'r bo'lishi shart emas-ku. O'sha o'ziga kerak bo'lgan partnyorni topa olish kerak ekanda. Keyin shu hamma mas'uliyatni ikkalasi shunday bo'lishib, okey, men tek tomonga qarayman, sen client topish tomoniga qaraysan, deb turib keyin talab darajasi ham mana shu holatda bo'ladi. Keyin pitch qilayotgan paytingda ham
VC'larda VC'lar ko'radida, yoqadi shu. ha, senda tek bor ekan, biznesmen bor ekan, tushunadigan odam bor ekan, ha, okey. Mana yaqinda mana biz taqdimot degan shou qilyapmiz, xuddi Shark Tankga o'xshagan, ko'rgan bo'lsangiz. O'shanda bitta qismida, короче, kompaniyani shu sales odami chiqdida, tek tarafdan javob beradigan odam bu yoqda nimada auditoriyada o'tirgandi. Investorlar masalan 100 dan javob berdi, o'sha sales tarafdan boshqadan nima yo'q dedida. Keyin u sraz tekka o'tganda qiz to'xtab qoldi, u haligi javob bera olmay qoldi. Keyin auditoriyadan haligi CTO'ni olib chiqib, o'sha bilan javob berdik. Bu yoqda ham xuddi shunday. Misol uchun pitchga kelganda yoqdimi o'sha? ha, yoqdi. Yoqdi. Yo'q, deganim bu yerda u 100% yoqadi degani emas, lekin ikkala odam bir-biri bilan sinergiyada, uchta o'zi ideal holatda uchta odam bir-biri bilan sinergiyada ishlasa, masalan, Sirojiddin senga ishonsa tek tarafdan, u tekni o'ylash ham shart emas-da, u o'zini salesini o'ylab, salesini zo'r qilaveradi. Sen bu yoqda men zo'r narsa qilyapman, buni Sirojiddin sota olarmikin deb ham o'ylab o'tirmaysan-da. Tekka fokusing qaratasan-da. Keyin masalan CEO co-founder bo'lish ham shart emas-da. Masalan, bitta zo'r ikkalang produkt qilding, yaxshi yuryapti-da, qaysidir darajada sen уже menejmentga, biznes intelligenceing yetmayapti. U bitta CEOni olib kelasan, qo'yasan. Sirojiddin sotadi, men tekni yozaman, sen короче shu kompaniyani boshqarib, uni IPOga chiqarasan deysanda, bir 5% ESOP deydi yoki vesting deydi. To'lab berasan yoki yaxshi oylik qilib berasan, o'shani o'zi yurgizib ketaveradi. Shunaqa. Bu katta dars bo'ldi, to'g'risi bor. Biz вообще haligi ilgari noto'g'ri o'zi mana shu VC'larda ochilishi ham yaxshi bo'lganda, chunki bizda o'zi access yo'q-ku, masalan. Bo'lmagan, yo'q bo'lsa endi bilmaysan. O'sha haligi bizda ideyalar bor, masalan, yaxshi biznesmen, sales odamlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa haligi naturalniy, haligi born salesmanlar bo'ladi-yu. Yoki bo'lmasam qanaqadir yaxshi ideyalarimiz bo'lishi mumkin, lekin mana shu haligi mana shu nima desam ekan, bilimlarga accessimiz yo'q edi-da. Men misol uchun hozir ko'p narsani o'rganib olyapman. Men misol uchun hozir bitta narsa, bir ikkita narsa qilyapman. Men oxirigacha bora olaman deb yurgan ekanman-da, seriozdan. Misol o'zim ham dastur tomonidan, ham ideya tomonidan, ham biznes tomonidan, marketing tomonidan hammasini o'zim eplayman degan nima deydi, tushuncha bo'lgan ekan. Yana bitta punkt bor. Sen full time ishlaysan. Yes. Full time ishi ham bor, boshqa qo'shimcha. Qo'shimcha asosiy ishi. Piramidani o'zing qilaman deyapsan-da. Lekin misol uchun mana shu holatlarda haligi burnout bo'ladi. Haligi endi o'zimiz qilayotganligimiz uchun haligi ozgina o'xshamay qolsa yoki kimdir yetarlicha haligi interact qilmasa, hali reaksiya qilmasa, yo'qmayapti ekan ko'pchilikka degan haligi tushuncha bo'ladi, keyin motivatsiya o'ladi o'sha holatda. O'sha holatdan sen mana u odamni perspektivadan qarashing kerak. Misol uchun, deylik, sen bitta applicationni ko'rsatyapsan, mana funksiyalarim bor, bunaqa qilaman deyapsan. Bitta o'zingni olsak, telefoningni shunday olib turib, telefoningda qancha application bor? To'g'rimi? O'shanki o'zi information overload. Sen nimadir izjuminkaligi nima deydi? Juice bermasang, bro deb qo'yadi xolos-da, qiziqmaydi. Chunki qiziqmas. Nimaga? Uni o'z telefonida millionta application bor. Har bitta ishga bittadan application bo'lib ketganda, o'shaning uchun hozir ko'pchilik mana O'zbekistonda hamma ekosistemaga qarab yuryapti. O'zini ekosistema, banklar, fintech kompaniyalar bitta application ichiga hamma narsani tiqyapti-da, xuddi mana Katolga o'xshagan, WeChatga o'xshagan. O'shaning uchun hozir O'zbekistonda masalan Telegram ham super appmi? Super app bo'lyapti sekin. Endi masalan, men ham rosa ko'p narsa shuni o'ylayman-da. Ko'pchilik app o'rnatish qiyin-ku. Shuning uchun ko'pchilik Telegramda ham qanaqadir solutionlar qilyapti shekilli. O'tgan safar Korzinkani bitta mini app bor, ha. Mini. Korzinkani botini ko'rib qoldim. Ichida to'lovlargacha qilsa bo'lar ekan.
mana men hozir ko'p narsani Telegramdan qilaman-da. Hozir sen aytayotganing menga вообще bu haligi g'alati tuyuldi. No to'g'ri, senlar masalan 10 yildan beri Koreyada yashaysan, bu narsaga to'liq integratsiya qilmagansan. Xuddi katalogdan nima qila olsang, shuni qilsang bo'ladi. Kerak bo'lsa taksi ham chaqirsa bo'ladi Telegramning ichidan. Telegramning ichidan konsertlarga bilet olaman. Telegramning ichidan podpiskalarimni anaqa qilaman, nima deydi? Manage qilaman. Telegramning ichidan kartamga pul chiqdi, kirdilarni ham tekshirsam bo'ladi. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Prosta u seni imajinga bog'liq. Boshqa app o'rnatging ham kelmaydi shuning uchun. Ha, agar qaysidir bitta app Telegramda mini app qilib integratsiya qilib qo'ygan bo'lsa, u appga kerak emas-da. Ha, bo'ldi. Bu anaqa mavzudan chetlashib ketmaylik. Bu juda haligi keng mavzu-yu, boshqa mavzuga o'tib ketib qolyapmiz. To'g'risi, seni iloji boricha ko'proq VC'lar haqida ma'lumot olishimiz kerak-da, chunki o'ylaymanki, bu narsa anaqa sizlar kompaniyalarning policylarga zid emas. Masalan, o'zi bitta oraliq savol bor-da. Startaplar o'zi ko'pi fail bo'ladi-da, to'g'rimi? Statistikaga qarasang. Sizlarda ham faillar ko'p bo'ladimi? O'zi hali yangi fondimiz-ku. Ham fail bo'ldi deb ayta olmayman, fail bo'lishi mumkinlari bor. Lekin statistika tarafdan olib qaraganda fondimizda anaqasi yaxshi, nima deydi? Performance yaxshi. O'zi Powerlow'ni bilasan-a? Yo'q. Powerlow degan narsa bor. Bu 80 ga 20 nimasi bor-ku. Uni bilaman. Yo'q, bo'ldi, tushundim. 80 ga 20, mana VC'larda ham 80% startup bo'ladi, 20% seni butun anaqangda portfelingni olib chiqib ketadi-da foydaga. Bizda hozir o'sha Powerlow teskarisiga ishlab turibdi-da. Demak, 80% success bo'lyapti demoqchisiz-masalan? 85% fail bo'lgani yo'q hali. Success Endi chunki mana VC'da 5 yildan 10 yilgacha-da уже yo likvidatsiya qilasan, yo exit qilasan. 5-6-yildan boshlanadi aktivniy fazasi. VC 3 yil pul beradi. 1 yil, 2 yil undoq qarab turadi, keyin уже 5-6-7-8-9-yillardan sotiladi. Endi bizda qanaqa? Biz mana ikkita fondimiz bo'lsa, birinchisi 2021-25 ishlagan, 24 oxirigacha. Unda 31 ta startapga pul berilgan. U startaplar deyarli hammasi hali ishlayapti. Bittasi 4 barobar o'sgani ham bor. Qaysilarligini bilsak bo'ladimi? O'zi public information bo'lsa kerak bo'ladi, to'g'rimi? Public information de aytaman, public information bo'lmasa aytmayman. Mayli, ma'qul. Qiziq-da, masalan. Haqiqatan startaplarni she'r ham qo'yar ekan. Ko'ryapti. Hop. Bu mana birinchi portfelimiz. 31 ta startapga 4 million 110 ming pul berganmiz. Mana Zipl bu anaqa AI bo'yicha mana shu 4x, 3 necha xmi, hozir konkret raqam esimda yo'q. Yaxshi o'sgan. Delivery startapimiz ham zo'r. Mohirdevan уже yaqinda exit qilamiz, xudo xolasa. Didox bor, Realtech bor. Olishni boshlaganda. To'g'rimi? Ya'ni exit deding-ku. Exit holati bu уже o'zlarini o'zi bemalol eplaydi deganimi yo misol uchun qanaqadir haligi term sotib chiqib ketamiz. Mana yerda mana Bills degan startap bor. Biz bunga 2023 ta pul bergandik. Adashmasam. Biz berdik ham 6 oydan keyin TBC Bank bunga xaridor bo'lib keldi. Biz общий sherimizda 50%ni 1.6x multiplierda sotdik. Ya'ni 50% turibdi, uni ko'proq qilib sotamiz deyapmiz. Endi bu mana ikkinchi fond. Mana bu yerda 5 million smash bor o'zi. Data Track'ni bilasizmi? 2 kun oldin 12 million round o'tdi. 12 million dollar investitsiya ko'tardi. Mana bu Unitlab o'sha Koreyada o'qigan Shohruh degan bola AI bo'yicha proyekt qilgan. Bitta ham yaxshi, detektiv, mana Verifix deganlar. Mana Alipos ham biz o'tgan yil kirgandik.
bu ham mana bu taqdimotda pul ko'tarib yaxshi o'sishni boshladi. O'shaning uchun anaqamiz portfelimiz paka yaxshi. Nimalar? Connected ko'rdingmi Hamdam boyni ham? Qani? Ha, yor turibdi. Ha, yor ham Koreyada o'qigan. Shunaqa bo'lsa Shunaqa deb yozadi. Ha, P-daftar ham bor. P-daftar ham ancha foydaga kiribdi. Hali LinkedInda ko'rib qolaman. P-daftar вообще biz mana qada startapga investitsiya kiritsang, venture fondlari вообще bitta nima deydi? Uncertainty bor. Bu nima degani? Sen zo'r ishlaydi degan startaping ishlamay qolishi mumkin, lekin haligi o'ylanib pul bersang bittasiga o'sha otib yuboradi-da. Eng menimcha mana ventureda ishlaydiganlarga kayf beradigan narsa shu. Shunaqa bo'lgan birorta startap bormi? Haligi boshida ishonmagansizlar, lekin yomon ham kuchaygan. Bor. Endi nomlab ayta olmayman, lekin bor. Bitta emas. Bir nechta bor. Ishonganlaring ham sal haligi odamni xafa qilib qo'yganlari ham bor. Endi mana shu xafa qilish polisisi qanaqa bo'ladi? Ya'ni xafa bo'lgan holatdagi misol sizlar qanaqa reaksiya qilasizlar? Men ham shuni so'ramoqchi edim o'zi. Masalan, founder bo'ladigan bo'lsa, Tashab qo'y. fail bo'ldi, tasavvur qilaylik. Masalan, Failga qarab ketyapti. ketyapti. Yoki bo'lsam tasavvur qilaylik, oxirida fail bo'ldi deylik. U keyin sizlarga dushman bo'lib qoladimi yo yana boshqatdan kelib ideya bilan kelsa pul beraverasizlarmi yaxshi ideya bo'lsa? Qanaqa qilib jazolaysizlar? Birinchisini failuriga qarashing kerak-da. Agar u o'zi naturalniy holatda fail bo'lgan bo'lsa, rostdan o'sha ideya bozorga tortmagan bo'lsa, yaxshi ishlamagan bo'lsa, oddiy qilib aytganda founderda aybi bilan emas, o'sha wrong time wrong place bo'lib qolgan bo'lsa, unda u keyingi safar kelsa unga investitsiya berilaveradi. Unda keyingi startapini ochish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi, ishlash ehtimoli. Nimaga? Chunki u fail qilgan, u biladi. Yo'q, bu ko'proq demoqchiman. Masalan, umumiy dunyo statistikasini qarasak, hamma zo'r katta startaplarda founderlari birinchidan serial failurlar bo'lgan, ikkinchisi 35-40 yoshdan keyin. Так что hali kech emas bizga bemalol bosavering. Yaxshi aytib qolding. 30 ga kirdik. 35-40 yoshdan keyin. Chunki unda birinchi stabil hayoti bo'ladi, o'sha qaysidir darajada. Ikkinchisi o'zini bosib olgan odam bo'ladi, hali nima deydi? Qilish kerak ekan, olov bo'lib yonib hamma narsani dabdalasini chiqarmaydi. Uchinchisi wisdom ham bo'ladi qaysidir darajada. To'g'ri. To'g'ri. Endi bu prosta yozimni eshitmay qoldimmi yoki fail bo'lishdi, ya'ni o'ziga bog'liq bo'lmagan tomonlarni aytding-a, to'g'rimi? Endi o'ziga bog'liq bo'lsa-chi, ya'ni mana shuni ham monitor qilasizlarmi? Ya'ni bunday Shark Tankni ko'rganman, bittasi borib qancha olgan? Deyarli $1 million olgan-da, ertasi kuni telefon qilsam deydi, orol partiyada yuribdi deydi-da. Endi misol uchun the worst case-da shu ichki ishlariga ham aralashasizlarmi agar holat yomon ketsa? Aralashamiz. Endi mana bitta buni ham misol qilib tushuntirib beray. Sen bizdan investitsiya olding. Условно $100 ming investitsiya olding. Investitsiya olgandan keyin mana investment agreement sign qilinadi. O'zi hujjatlar bor. Hujjatlarni o'qisang, obligationlar bor. Bitta keyin yana qo'shimcha nimadirlar bo'ladi. Endi eng asosiysi, birinchisi bu investorga quarterly update berib turishing kerak. O'sha quarterly update'da hamma narsa ko'rinadi. Sen qancha pulni qayga ishlatding, nimaga ishlatding. Agar biz qanaqadir anomaliya ko'rsak, misol uchun deylik 100 ming olgansanda, birinchi quarterda o'zida 50 mingni shunday kirib ketmagani. Katta chunk bo'ldi. Masalan, o'shanda o'zi bu anomaliya. Agar keltirib bera olmadim, keyin so'raymiz, nima bo'ldi? Nimaga ishlatding buni? Men kompyuter oldim desang, chekini ko'rsat. Bu haqqi bor, investorda. Yoki boshqa qildim desang, chekini ko'rsat. Agar u yoqda uy, mashina qilib olgan bo'lsang, keyin Telegramdan SMSlar keladi, lekin APK bo'lmaydi. Rostdan MIPdan boradi deb. Buni ochasan degan. Masalan, Rossiyada bo'ldi.
bir 2 yil oldin ha. Rosa zo'r startap ko'taryapman deb hammadan pul yiqqanda aka Rolls Royce'lar, Mercedes'lar qilib tashlagan. Ha, uni bilaman. Dubaydagilar emasmi? Nima edi? Anaqa bolalar. Smart bolalarmidi? Haligi Bizda emas, Rossiyada bo'lgan. U smart bolalar, u Ha. startap emas. Men именно venture bilan startapni Ha, venture. relationshipini aytyapman. U venture fondlardan pul ko'targan. Oh. Venture fondlardan pul ko'targan. O'sha, короче, rastrata qilgan, keyin uni rosa olib borib olib kelishdi. Masalan, O'zi haqiqatdan shu haqda javobgarlik ham javobgarlik ham bo'ladimi? javobgarlik bo'ladi. Endi u javobgarlik sublashamiz. Pulni ham qaytarish kerak bo'ladimi? Qaytarish bo'ladi. Qamal. Ha, to'g'ri. Chunki mana investment agreementni o'qisang hamma narsa yozilgan. Sen mana pullarni to'g'ri ishlatishing kerak. Chunki investment agreementga yoziladi. Misol uchun deylik, sen startapingni rivojlantirish uchun investitsiya kerak, nimaga kerakligini bilishing kerak. Masalan, olayotgan 100 mingimda 50 mingini marketingga ishlataman, 20 mingini tekimga ishlataman, yana 30 mingini salesga ishlataman deb berasiz pulni. И o'sha bo'yicha ishlatishing kerak. Undan tashqariga chiqadigan bo'lsang ham u ham bir red flag. Nimaga bu bo'ldi? Savol javob ko'payadi. Agar haqiqatda shu nimadir noto'g'ri ishlarga ishlatilgan yoki mashina uyib tashlagan bo'lsang, sразу sudlashiladi. Seni u kompaniyani pulni hisobiga olgan narsalaring kerak bo'lsa musodara qilib kompaniyaga qaytarib beriladi, anaqaga. Investorga. Yoki endi hali biz O'zbekistonda unaqa holat bo'lmadi, o'shaning uchun to'liq bilmayman. Men bilganim o'sha Rossiya, Qozog'iston misolida bilib aytyapman. Ha. O'zi aql, lekin da legal anaqa nima deydi? Короче, legal tarafdan qattiq olishadi. Bilib qo'yish kerak, VC'larda eng yaxshi, eng zo'r yuristlar ishlaydi. Endi billion dollars aylangandan keyin buni himoyasi ham ancha nima deydi, mukammal bo'lishi kerak-da. Endi yana bitta narsa bor-da, men qiziqqanim. Xo'p, endi shu darajada misol uchun funding qilyapti, pul beryapti. Ya'ni sen misol uchun agar qanaqadir mas'uliyatsizlik yoki shunga o'xshagan narsa bo'lsa yoki noto'g'ri yondashyapti degan xulosaga kelib qoladigan bo'lsa, ideyaga ham aralashadimi? Unaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Unaqa holatda pivot qildirish mumkin. Endi majburlab emas. Qara, noto'g'ri ketyapsan. Unda ham o'sha tech advisorlar, bu yoqdagi boshqa mentorlarni podключаться qilib, manada VC'lar psixologik o'yin qiladi ko'p holatda. Misol uchun deylik, sen nimadir ishni noto'g'ri qilyapsan, senga noto'g'ri qilyapsan desa, VC sen usirad, men ishimga aralashma deysan-da. Cap table'da qara, sen 5% san xolos, u menga 51% sharing bor deb gapira olmaysan deydi. VC nima qiladi? Seni o'zini mentorlari bilan, boshqalari bilan ko'rishtiradi, o'qiladi, bu qiladi. Seni o'sha fikringni o'zingni o'zgartirishingga motivatsiya beradi. Motivatsiya. Demak, unaqaligi agar 51% dan yuqori bo'lmadigan, 50% dan yuqori bo'lmasa, demak, to'g'ridan to'g'ri aralasha olmaydi. Yo'q. Ya'ni qaragin, sizlarda o'sha 50 dan yuqorilari ham bormi? Bizda maksimum 15%. VC'lar katta olmaydi. VC'lar 5-10 gacha oladi. Masalan, bizni o'rtachamiz 5% mikimi? Yo'q. 1% ga kirganlarimiz ham bor. 0.8 bo'lib qolganlar ham bo'lsa kerak menimcha. Chunki VC o'zini kiritgan pulini ko'paytirishga. Misol uchun bitta katta kompaniya bor, 1 million men bersam, unga ertaga u o'ssa men 10x qiladigan bo'lsam 10 million pul bo'ladi. U yerda men sharing katta bo'lishi kerak emas, men yaxshi pul qilishim uchun. O'shaning uchun kattaga kirmaydi. Ko'pchilikka oz-ozdan beradi, общий bergan pulini multiple qilib chiqarib oladi. Haligi low risk bo'lar ekan-da. Endi sal kamroq bersa baribir risk kamroq bo'ladi-yu. O'zi highest risk bo'ladi. Riskni qanday kamaytirasan? Diversifikatsiya qilib. O'shani aytyapman. Sochib yuboradi pulini. Sochib yuboradi.
Qaysidir biri kuchayadi, baribir haligi minusga kirmaydi-da, to'g'rimi VC'lar? Plyusda chiqadi-da. Endi savol. Sen shu VC'ni ichida ishlayapsan-da. Bu savolni berishsa bo'ladimi, bo'lmaydi bilmadim. VC ochish kerak ekan-da, o'zi bor-ku. uning Minusda yurmas ekansan. uning uchun kamida Statistika bo'yicha juda kam VC'lar olgan pulini qaytarib beradi. Undan ham kam VC'lar olgan pulni foyda bilan qaytarib beradi. Ya, aytmoqchimanki, hozir sen VC'lar masalan minusda yurmaydi, VC'da degan narsani aytmadingmi? Baribir VC pul qilish kerak-ku, to'g'rimi? Plyusda yurish kerak. VC deganda masalan Aloqa Ventures brend Aloqa Venturesda, lekin bir nechta fondlar bo'ladi. Misol uchun biz birinchi fondimizni yopganmiz, ikkinchisini ochganmiz. Bu degani sen deylik Din Muhammad Venture Fund ochding. Ko'chadan 5 million pul yig'ib kelding. 5 million pul yig'ib keldingda, 5 millionni sen 5 millionda 20% seni management feeing bo'ladi. U 20% sen 10 ga bo'lib har oyda har yilda 2% dan management qilib ishlatasan. Bu o'sha ishchilarga, lawyerlarga to'laydigan puling. Endi 20% ni olib tashlasak, bu yerda 4 million pul qolyapti, to'g'rimi? Ha. 4 millionda sen har xil startaplarga 20 ta 30 ta startapga sachib yuborasan. Birinchi fonding success bo'ldi. Sen 2x, 3x da pulni qaytarding. Keyingi fondni ochasan. U birinchi fondda pul tugadimi, unga yana qaytadan pul torta olmaysan. Uni yopish kerak. Bo'lmasa senga u beradi. Endi hali u yog'i anaqa. Game of numbers da. Ikkinchi fondingni ochasan. Ikkinchi fondingni ochishing seni birinchi fondingni performansiga qaraydi. Endi ko'pchilikda o'sha ikkinchi, uchinchi fondlarida ko'p fail bo'ladi. VC'ni ichida ancha yurib keyin ochishing mumkin, lekin VC'ni o'zidan soqqa qila olmaysan. VC'dan o'sha yaxshi bitta ikkita proyekt ushlab, o'sha bilan birga osmonga chiqqaningda o'sha yerdan soqqa qilsan. Ungacha shu model Long game ekanda bu, uzoq muddat. 5 yil, 10 yillik game'da bitta fond. Tushunarli. xuddi har bitta odam hali bir nechta startap qilib qaysidir biri yurib ketadi, bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa ekanda. Xo'sh, endi meni vobshe ko'p savollar to'g'risida. Menimcha bugun tugata olmasak kerak savollarni-yu. Masalan, sen videoda aytding-ku, social media degan kinoni ko'ring degansan, masalan, yoki masalan har xil qisqasi social network, sorry. U haqida emas, video haqida emas. Meni savolim bitta VC'lar startaplar haqida общий. Masalan, ba'zi bir startaplar ko'radigan bo'lsak, VC'dan pul olgan. Endi bu VC bu yangi nima desam ekan, yangi g'oya desak ham bo'ladi. Masalan, haligi startaplar anchadan beri bor-ku. Masalan, u o'sha ilgari mana masalan Yevropada ham kichkina kompaniyalar ochilib, masalan, qaysi edi haligi Indiyada spicelar olib kelib sotadigan birinchi haligi Qaysi edi? Ost India bor, East India bor. O'sha East India degan kompaniyalar bo'lgan-ku. Endi VC'lar bo'lmagan-ku o'sha paytda. Ular bo'lgan. O'sha paytda ham bo'lganmi VC'lar? Endi boshqacha funksiyada. Masalan, Ost Indiani sen startap deb qarayotgan bo'lsang, ularni qirollik oilalari invest qilgan ularga. Ular ham VC. Odamlar ham invest qilishi mumkin bo'lgandan keyin kuchayib ketmaganmi ular? Oddiy odamlar ham. O'sha IPO da endi u. O'sha IPO ga chiqqan demoqchiman. Yoki bo'lmasam har xil Amerikada ochilgan katta startaplar g'oyalarni ko'radigan bo'lsak, kuchayib ketgan g'oyalar. Men Why Startups Fail degan videolar asli ko'ryapman-da. O'shanda aytadiki, kuchayib ketgan kompaniyalar bor. Masalan, Blockbuster degan Amerikada DVD tarqatadigan katta kompaniya bo'lgan. Masalan, o'sha kompaniyalarda VC dan pul olmagan, ular haligi tanish bilish orqali. O'zbekistonda ham shunaqa ekotizm bormi? Masalan, angel investorlar bilan ishlab turib, bizda masalan VC emas, angel investorlar bilan ishlaydigan ekotizm ham bormi? Bizda birinchi VC ekosistema boshlandi. Qiziq taraf. Endi oldindan bo'lgan o'sha angellar bilan bu как under the table bo'lganda hamma deallar. Misol uchun sen o'zing nimadir ish qilyapsan, seni amaking bor yoki tog'ang bor yoki ammang eri bor, hojaga soqqa bor,
o'shadan pul olib 50%, 40%ni berib ishlagan. O'zbekistondagi menimcha eng mashhur Angel bu Zafar Hoshimov bo'lsa kerak, o'sha Ha. Express 24 nima My Taxilarga investitsiya kiritgan haqiqiy angel investor. Undan boshqa lekin hozirgacha yo'q edi. Endi mana yaqin 1 yildan beri CS Angels mana bu C-Space degan coworking nima networki bor O'zbekistonda. 10-15 ta locationlar bor. Ular o'zida angel klubi ochdi. Endi boshqalar ham qiziq. Shu angel investor ekotizimiga kirish uchun tanish bilish bo'lishi kerakmi? Yo'q. Tanish endi qaysidir darajada ekosistemaga bunday yaqinliging bo'lsa, kirishing, integratsiya qilishing osonroq. Endi sen o'zing masalan uchun 5 ming, 10 ming dollar investitsiya kiritaman desang, angel klubni o'zini nimasiga ham bog'liq. Masalan, o'zi xalqaro tajribada angel klublarda o'zini nimalari bor, requirementlari bor. Misol uchun minimum check size 5 ming, 10 ming bo'lishi mumkin. Yiliga 50 ming, 60 ming investitsiya kirishing kerak. Именно o'sha klubning doirasi. U har bitta klubda o'zini requirementi bor. Bu nimaga? Angel klub o'zi beradigan imkoniyatlarning hisobiga shunaqa requirement qo'yadi. Ular ham savobga ishlamaydi-yu, to'g'rimi? Yo'q, umumiy check size sen startapga berishing kerak. Angel klubda o'zini alohida to'lovi bo'ladi. Bu ham xuddi как VC ni boshqarishda bitta gap. Lekin u yerda mana VC da menimcha shu joyga ham kelib qoldik. Mana men deylik VC da faqat oylik uchun ishlamayman yoki qaysidir VC fondda yoki o'sha Amerikadagi VC fondda project manager deymiz o'zbekchasiga o'zi associate bo'ladi yoki partner bo'ladi-da. Ular faqat oylikka ishlamaydi. U oylik uni u yerdagi bazaviy vazifalarni bajarish uchun. Meni o'zim haqiqiy nima deydi? Soqqa keladigan tomoni. Soqqa keladigan joyda bu carried interest deyiladi. Misol uchun o'sha bitta startapga pul berdim, 100 ming dollar pul berdim. 1 million otsenkada. Bu 10% oldi degan, to'g'rimi? Ertaga sen beryapsan, VC beryapti shekilli pulda. Yo'q, VC pulni o'sha project managerga ishonib beradi. Endi bu degani faqat men o'zim liboy kelganga beraveraman emas. Men bitta startapga ishonib, uni men komandada, o'zimizning komandada uni zashita qilaman. Agar o'sha zashitadan o'tsa, bizni o'zimizda bortimiz bor. Bu o'sha bizga pul bergan nimalar. Ularga kirib zashita qilaman. Ulardan misol uchun deylik, bunday pipeline qanday ishlaydi? Birinchi bizga bir nechta startap keladi. Bu degani hozirgacha biz 7000 tadan oshiq startap ko'rganmiz. 74 ta startapga pul berganmiz. Bu mingdan biri degani. Endi ana 7000 tadan 5000 tasi bilan ko'rishganmiz yo zoom qilganmizda, o'sha pipeline ni ko'ryapsan. Keldi, meni o'zimni birinchi skriningimdan o'tdi, keyin men uni DD qilaman. Yengil DD deymiz. Bunda tekshiraman nima, qanaqa hujjatlaring boshqalari. Agar u DDimdan o'tsa, men uni o'zimizda komandani oldida yana bitta zashita qilaman. Bunda o'sha men ko'rmagan qanaqadir tochkalari bo'lsa, o'shalar bo'yicha menga savol berib, meni bo'g'gandan keyin men borib startapdan so'rayman. Nimaga bu yerda bunaqa? Agar o'shanda o'sha xatolar to'g'rilansa, keyin o'zini o'sha borti bo'ladi, o'sha bortdagilarga yoqsa, keyin vote qiladi. O'sha vote'da yes or no bo'lsa, o'shanga qarab nima qilinadi. Endi startap olgandan keyin men pul berdim endi. Endi uslovni osonroq qilib aytyapman-da. 100 ming dollar pul berdim, 1 million otsenkada. Startap 5 yildan keyin 100 million dollar otsenkaga chiqdi. Meni 10% bor. Men bergan pul qancha bo'ladi? Qancha? 10 million dollar. 10 million dollar. 10 million dollar bo'ladi. Endi o'rtadagi har bitta raund ochganda agar men venture fond yana qo'shimcha pul bermasa, uni nimasi dilution bo'ladi-da, share. Chunki yangi odam kirayotganda hammani hisobidan ketadi unga beriladigan share. Dilution bo'ladi. Endi meniki deylik uslovni kamayib 7% qoldi. Bu degani 7 million dollar degani. Endi 7 million dollarni men qancha investitsiya kiritgandim? 100 ming dollar. 100 ming, ha. 100 mingni chiqarib tashlaymiz. 6 million 900 qoldi. 6 million 900 ni bitta o'zi 15-20% bo'ladi. Endi biznikini deylik 15% desak, 6 million 900 ni 15% venture fondni o'ziga qoladi. Bo'ladi bu 6 million 900 ni 15%.
где-то 800 ming raqam bola ekan. 700 ming. 700 ming atrofida bo'lsa kerak, yo 800 lar atrofida bo'ladi. Qolgan Project managerga qaydan? project manager o'sha summani teng yarmini oladi. Oo. Shuning uchun yaxshi proyektni topib, yaxshi proyektga pul berish meni o'zim shaxsiy manfaatimda bor. Zo'r. Ko'pchilik o'ylaydi, 5 ming, 10 ming deb qistirib qo'ysam, menga pul chiqarib beradi deb shunaqa ham gaplar bo'lganda boshida. U 5-10 ming qiziq emas-da. Men undan ko'ra deylik men yoki boshqa proyekt menejer o'sha pulni zo'r otib yuboradigan startapga bersak, undan ko'ra biz yaxshiroq pul qilamiz. 10 ming hech narsa bo'lib Sen qoladi. haligi ekansan-da. Project manager sen emas, общий project managerlar haligi aytadi-yu. Dallol dedim. Yo'q. Hojiboy aytadi-yu. Mana fermer. fermer ming bog' naqa sotgan startapchilar bilan. Mana fermer 10 ming bog' sotgan. Bu вообще boy. Kamaschi dedi. Mana kamaschi deydi. Ikkalasidan olib bo'lib sotgan deydi-yu. O'shanaqa. O'shaning uchun masalan o'shanda keyin fond ichida hammani o'zining shaxsiy portfellari paydo bo'ladi. Misol uchun boyaga 31 ta startap, qaysidir proyekt menejerlarning o'zining startaplari. Har bitta proyektini, Hammasi win-win ekan-da, вообще. har bitta proyekt yurishidan u o'zining shaxsiy foydasi bor. Hamma uchun win-win ekan. Hamma uchun meni. O'shaning uchun ishlaydi-da bu soha. Mana VClar o'zi boshlanganiga salkam 80 yil bo'ladi. Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlanganda VClar sekin-sekin. O'shandan beri bu soha buzilmasdan, korrupt bo'lmasdan ishlayotganiga sabab hozirgi short term small gaindan ko'ra long term big gain hammaga qiziq. Haligi shared interest yaxshi ekan-da. Demak, fail bo'layotgan bo'lsa, sen ham qila olasan. ha, endi o'sha narsa qilmoqchi edim. Ya'ni aytaylik o'sha faqatgina sen bu yerda project manager sifatida minusga ham kirasanmi? Ya'ni o'zingdan ham misol uchun ventures hisobiga o'tkazib beradigan holat? Ya'ni venture unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Ya, chunki startup fail bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, sen faqat yutar ekansan-da bu yerda, to'g'rimi? Endi buni reputatsiyasi tushadi. Project manager. Shunday keyingi fondga yo ishga kira olmasligi mumkin, yo o'zing fond ocha olmasligi mumkin. Manada VC da eng qimmat narsa bu portfelidagi unicorn emasda, uni reputatsiyasi. Biz o'shanaqa qaraymiz, misol uchun Aloqa Ventures'dan yoki mana bu dunyodagi A16Z bor, Sequoia'lar bor. Ular birinchi o'rinda o'zini reputatsiyasini qo'yadi. Chunki agar sen reputatsiyang bo'lmasa, zo'r deallarga kira olmasliging mumkin. Ko'rsatar ekansan-da, ha, demak, men shuncha startapni misol uchun mana shunchaga erishishida, misol men rol o'ynaganman degan ma'noda, to'g'rimi? O'rtada bo'lgan, ya'ni meni qo'limdan o'tgan degan. Shunaqa reputatsiyami? Lekin manaqada VC juda bir g'alati-da. Mana men senga hozir tushuntirib bera olmayman. Agar bitta startap seni reputatsiyang qachon ishlaydi, boshqalardan ko'ra senga ko'proq deallar kelayotgan bo'lsa, chunki o'zi xohlab kelyapti. Agar senga kelmasa, sen borsang, o'sha sen reputatsiyang yomon degan. Demak, senga borish kerak ekanda. Venture fondga o'zi kelish kerak. O'shanda venture fond yaxshi ishlayotgan bo'ladi. Venture capitalga ishga kirsak bo'ladimi? Nima bo'ldi, dasturchi bo'lmaslik kerakmi? Masalan, advisor, tech advisor bo'lib ishga kirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xuddi kelyapsiz, shu to'g'ri. Tech advisor bo'lib ishga kirsang bo'ladi. Yo, endi bizda hozirgi momentda yo'q, lekin bo'lib qolsa, masalan uchun menda doim anaqamda turadi-da kimdirlar. Finansistlar turadi. Meni ham qo'shib qo'ying. Imенно venture o'ziga kerak bo'lmasa ham startaplarga beraman-da, misol uchun bir xilda. Men Kupangda ishlayapman, aytib qo'yaman. Yaxshi dasturchiman, ancha naqam bor. Men haligi digital dentistryda ishlab, ancha tajriba yig'ib qo'ydim. Nimaga mediaga maqtab o'rgandim, intervyu olmoqchi. Zo'r. Zo'r. Bo'ladi. Mana keyin biz O'zbekistonda hozir ekosistemasida shaxsiy brendni ham yuritish boshlaverish kerak. O'shani to'g'risi haligi juda muhim ekanda, mana project managerga o'xshaganlar
hamma narsani ko'rib chiqarganda, u LinkedIngacha bu founder nima qilgan, ilgari nima qilgan, maktabda yaxshi o'qiganmi, hamma narsasini ko'rib chiqarganda bular. Chunki manada venture fond boya aytganimdek shustri bo'lish kerak, sohani egasi bo'lish kerak deydi-yu, investitsiyani baribir odamga beradi, u soha. Chunki startapni ishlatadigan o'sha odamda, u odam qanaqadir kosagi bo'lsa ishonmaydi-da. Конечно. Mana uni ham qo'shsalaring bo'lar ekan, haligi oshnalariga Telegramda qancha tez javob beradi. O'sha funksiyani Telegramda faol emasligiga qaraysizlarmi? Chunki bu odam ishlayapti-da u. Telegramga kirmaydi, u ishlayapti u. endi o'zbekchilikda ham narsa qilinglar-da. Yo'q, dahshat bo'ldi, qoyil Xurshid, lekin gap yo'q. To'g'risi, haqiqatdan men umuman boshqa dunyoda yashayotgan ekanman. Вообще boshqa dunyoda yashayapmiz-da biz. Seriously. Biz haligi o'zimizni ideal hayotimizda yashayapmiz-da. Bu haligi bozorda mana shu tushunmaymiz-da, bor-ku. Demak, o'sha menda haqiqatdan menda mahsulot qanchadir darajada bor, lekin o'sha aytganimdek ozgina iziqnaroq filmni yo'qotib, o'sha share qiladigan xarakterni shakllantirsa, menimcha misol founderlari o'zini sohasida yaxshilari bilan nima deydi, topishib turib yurg'izadigan bo'lsa, menimcha potensial yuqori. Endi wrap up qilish uchun Xurshidbek, senga Tavsiya eng katta 3 ta tavsiya founderlarga, startapchilarga. Shustri bo'lish kerak. Aldamaslik. Aldasang Aldamaslik kerak. ha, eng birinchi menimcha shu bo'lsa kerak, integrityda. Chunki polimom topib oladi-da. Lof ham qilmaslik kerak. Yo'q. Yo'q. O'sha integrity. Keyin menimcha anaqa eksperiment qilishdan, fail bo'lishdan qo'rqmaslik kerak. Chunki eng zo'r startaplar hammasi shu yo fail bo'lgandan yo nimanidir sinab ko'rgandan kelib chiqqanda. Shuning uchun birinchisi shustri bo'lish kerak, ikkinchisi integrity, aldamaslik kerak, uchinchisi failuredan qo'rqmaslik kerak. O'shanda haqiqiy nima deydi? Iron Maiden. To'rtinchisi misol uchun mana shu suhbatdan kelib chiqib men o'zim xulosamda aytyapman-da. Ya'ni bir narsa boshlayotganda uni sherik bilan, uni o'sha tushunadigan odam bilan demak share qila olish kerak ekan shu narsani. Share qilmasang manada qara, hammada ideya bor-da. Hammada ideya bor. Masalan, hozir shunday o'tirganimizda mana bir kunda bitta odam nechidir minggacha ideyani miyasidan o'tib ketganda o'ylaydi. 60 mingta. 60 mingtamidi? Endi u sen o'sha ideyani 60 mingta. O'sha ideyani sen share qilmasang, uni bilmaysan, u haqiqatda ishlaydigan ideyami, yo'qmi, boshqami? Chunki ko'pchilik aytadi, ideyani o'g'irlab qo'yadi deydi. Ideya kimniki? Ideya o'sha narsani ishlata olgan, implement qilgandiki, execute qilgandiki-da. O'shaning uchun keyin yana bitta narsa bor, startaplarda nima perfeksionist bo'lmaslik kerak. Mukammal hech narsani qilib bo'lmaydi. Tars ishlab turibdimi? Chiqarish kerak, keyin o'sha userdan feedback olib turib, keyin uni nima deydi? Rivojlantirilaveradi. Ko'rish kerak. Savol senga. Agar startap Koreyada base bo'lgan bo'lsa ham VC pul beraveradimi? O'zi men o'shani ham bir message qilib aytib ketmoqchi edim. Masalan, bizni o'zimizga diaspora qiziq. Mana o'sha DataTrack, UnitLab, bu yerda yana 5-6 ta startaplarimiz bor. Koreyada, nimada, Amerikada, yana boshqa joyda startap qilayotganlarda, ularda men o'ylayman, imkoniyatlar ham kengroq bo'ladi. Ularni bilimi menimcha kengroq bo'ladi, chunki biz o'zimiz ham o'sha yurib kelganmiz, ko'proq narsani ko'rganmiz-da. Masalan uchun Koreyada qaysi bir narsalar 2020-yilda, 19-yilda bo'lgan narsalar O'zbekistonga yoki hali kelmagan yoki endi kirib kelyapti. 2017-yilda men nimada Inchonda aeroportda haligi robotdan narsa so'rasam, o'sha olib borib hojatxonaga ko'rsatib qo'yganda. Biz aeroportda yo'q hali bunaqa narsalar, misol uchun-da. O'shaning uchun chet elda yurgan o'zbeklarni startap qilsa, nimadir neobычный narsa o'ylab topib turib, yaxshi narsa qilish ehtimoli katta. Shuning uchun masalan, men shaxsan o'zim ham support qilgan bo'lardim, yaxshi startap kelsa.
Kesami? Yo'q, kesa degani emas. Ha, kimdir fikr bilan kesa demoqchimisan? Ha, fikr bilan, nima bilan? Bozorga kirsa deb tushunibman men. Yo'q, biz O'zbekiston bozoriga kirsa deb O'zbekiston tushunibman. bozorida ishlash bu haligi не принципиально. Majburiy emas. Majburiy emas, lekin O'zbekistonda firma ochish kerak. Ha, firma ochish kerak. O'tgan safar ham aytgandi. O'tgan safar ham aytgandi, adashmasam haligi o'zbek madaniyatiga yoki nimasidiriga oid qanaqadir startap qilsa ham, ha? Ya'ni tarqatish deydimi, yoyishga xizmat qiladigan nimadir qilsa ham, o'sha fond olish nisbatan ehtimol yuqori degan. Ya'ni shu bu yerda sabab haligi sen o'zbekni nimasinidir chetga chiqib taqdim qilyapsan degan ma'noda. Unga menimcha grant olsa bo'ladi. Ya davlatdan ham olsa bo'ladi, adashmasam. Endi bularga qizig'i yo'q, ishlash kerak u ideya, to'g'rimi? Pul olib kelish kerakda. Ya masalan, milliy narsamizni ularni interestiga kirmasa kerak u narsa. Ya sizlarda bormi shunaqa? Yo'q, endi u mandatda yo'q bizda. Chunki mana bizga kimdir pulni bergan, ular bizdan pulini ko'paytirib qaytarib olishni kutadi-da, boshqa narsa kutmaydi-da. No, unaqa narsalar bo'lsa, masalan, lichna pul bilan yordam bera olmasak ham, misol uchun venture fond sifatida boshqa qanaqadir grantlarga yoki boshqa shu narsaga qiziqadigan fondlarga yo'l ochib berishimiz mumkin yoki qanaqadir angel investorlarga. Atag lekin diaspora bolalarda yaxshi ideyalar bo'lsa, uni startap qilayotgan bo'lsa, doim kontaktimiz ochiq. Yana Xurshidbek do'stimiz, ya'ni kontaktini ostiga qo'yib qo'yamiz. Kimda? Ha? Maylimi ish qilib? Mayli. Mayli, ha. Bemalol bog'lanishlaring mumkin. Kimda ideya bo'lsa, balki chunki topishga ham qiynaladigan odam bo'lishi mumkin. Refer qilganlargachi, yo'qmi? Refer qilganlarga O'zbekistonda kelganda osh. Qachon kelasizlar? Menimcha ko'pi ham ko'p, to'g'risi bor. Bo'ldi, xayrlashib olaylik. Ya, To'xtamanglar.